hayırlı ziyoda kılıp bergen xonadonlarni feyz uftahli barakatli qilgin, o'zlarini tinchlig'larni sog' salomat Perverdigarın seninle taatte, ibadette berdavamlı qilgin. Ve sallallahu ta'ala ve sellem ala khayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetika ya rahman. İran razı assalamu aleyküm. Amerika assalamu aleyküm. Onun gelmesine buyurmak lazım. İzolete koyuyorlar. Assalamu aleyküm ve rahmetullah. Bu rahmet gününü ahırda 13 gündür bizde. Amerika olan rahmet olsun. Mi rahmet. O endi bitta yetishga yetishib duo qilsak odamlar bizim duo yurib mana xolis duo yurmasa duo qilsalar baraka duochi yurman baraka topib deyotgan domla yo'lda qilmaylik endi xudo xohlasa yerga dosh bo'laylik kecha sarchilik kelgan ekan gazanaga to'lab qo'yganda homiylik bo'lib qarab turaylik qoraka nima kerak chiqsa tepaga shundoq yetishadi endi mana bitta bir ergashganimiz bor qilib kecha homiylik qilib magazindan bir prezent qilib berdilar shu bilan domla bir o'zim yig'avordim kecha Rus bo'lsa ham, Umrulloh bo'lsa, qarayotgan ekan, bir yig'i vardı. Masjidlar yordam deganiga musulmonda millatchilik yo'q. Shu odam ham xursand bo'lib ketdi. Hammaga rahmat avvalom bor. Keyin yana bu masjid Alloh hammamiz uyimizda rozi bo'laylik. Birimiz qanaqalar, birimiz sahvat jarmaylik. Kecha mencha anachilikka tushirganda sal ozgina sal muomalam sal qattiqroq bordi. Bir ish qildim. Bitta shart kelgan misol, bitta domlagan. Keyin chaqirsalar o'labay dedilar, az birodarlar. Başta zohid ukamni ana qo'ydilar. Limon qo'yib ustalar bilan. Kelini bolalarsa baqira choli bor yaxshi bittalar. To'g'ri, kimdir yo'qmaydi-da, mehnat bor. Shuncha iltimoslardan bizdan to'g'richilar, agar bir narsa yaxshilik qilmoqchi bo'lsanglar, saxiylar ko'pchilikda uyalmaydi. Nomli uchrashinglar va fikr bildirishadi. Mana xabar emas birodarlar, shunday tayinli sog' bo'lsin. Yana duolarni anaqani Seni razılığında ixlasın Muhammed'in muhtaçlarına halinden soradan her bir bendenden bizi razı olun. Ergaşların canımızda hem perverdigan ihsanlarını kabul eyle. Umurlarını ziyade berekatlı ferzatları da başlaş. Onları da amin, nesihat ve khayr. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi bi rahmet.